Aziz teletomoshabinlar, kutilgan fursatlar yetib keldi. Ya'ni g'oliblarni aniqlashni boshlaymiz. Mening yurtim telekanalini tomosha qiling va har xil sovg'alarni egasiga aylaning. Xuddi shunday, eng asosiy sovg'amiz esa 50 million so'm bo'ladi, qadrli do'stlar. Omadli tomoshabin aksiyasida biz har bir ishtirok etayotgan ishtirokchilarimizga omad tilaymiz va bu aksiyadan endigina xabardor bo'layotgan yurtdoshlarimiz uchun esa yana bir bora eslatib o'tamiz. Demak, ushbu jarayonda, ya'ni ushbu aksiyada ishtirok etish shartlari juda ham oson. 26-dekabrga qadar davom etadi. 24-noyabrda start olgan ushbu aksiyamizda, demak, har kuni Mening yurtim telekanalida soat 16:00 dan 18:30 ga qadar sirli raqam ekranlaringizda paydo bo'ladi. Uni uzmasdan tomosha qiling va o'sha raqamni eslab qolishga harakat qiling va tezkorlik bilan bot manzili orqali siz o'sha raqamni sirli kodni bizga taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bot manzilini siz kerakli ballarni yig'ib borasiz. Xuddi shunday. Bot manzilini ham eslatib o'tamiz. Rustambek, kuchukcha, promo, pastki chiziqcha, bank, pastki chiziqcha, bot. Mana ekranlaringizda ham namoyish etiladi va ushbu jarayondan, ya'ni ushbu ro'yxatdan o'tish ishlarini a'lo darajada bajarganlar uchun ham maxsus sovg'alarimiz bor. Ya'ni On TVda 1 oylik bepul obunachisiga aylanasiz. Bemalol o'zingizning yaxshi ko'rgan serial, filmlaringizni, musiqalaringizni tinglashingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari, ushbu botni do'stlari bilan ulashganlar uchun ham 3 ball beriladi. 1 ball do'stlarga ulashganingiz uchun, 2 ball esa ushbu do'stlaringiz ham bu botdan ro'yxatdan o'tib aksiyada ishtirok etayotganliklari uchun. Anglab yetganingizdek, ballar bu yerda juda ham muhim. Har bir bajargan amalingiz uchun ball yig'ib borasiz. Ballingiz qancha katta bo'lsa, demak, imkoniyat yo'li bilan aniqlash jarayonida sizning imkoniyatingiz kattaroq bo'ladi. Ya'ni sizning raqamingiz kelib chiqishi uchun sabablar aynan yiqqan ballaringiz hisoblanadi. Demak, yana bir juda muhim ma'lumotni eslatib o'tmoqchi edik. Faqatgina ushbu aksiya g'oliblari va ishtirokchilari bilan biz yagona bitta raqam orqali bog'lanamiz. Boshqa raqamlarga aldanib qolmang. Bugungi kunda ogohlik davr talabi. Shunday ekan, raqamlarimizni eslatib o'tamiz. 87 kodi bilan 779 89 89 raqamidan biz g'oliblarimizga qo'ng'iroq qilamiz va haqiqatan ham ular g'olib bo'lgan bo'lsalar, biz ushbu xushxabarni ularga yetkazamiz. Xo'sh, bugungi hafta uchun, bugungi kun uchun belgilangan sovg'amiz bizda televizor bo'ladi. Hafta so'ngida esa 3 tasi jamlangan sovg'alarni qo'lga kiritish imkoniyati ham sizda mavjud. Ya'ni 3 ta texnikani birdaniga yutib olishingiz mumkin. Bu ishtirokchimizni esa biz Omon studiyasiga taklif etgan holda sovg'alarni albatta topshiramiz. Bu jarayon esa hafta so'ngida amalga oshiriladi va dushanba kuni topshiriladi. Hozir esa biz birinchi g'olibimizni aniqlamoqchimiz. U ham bo'lsa televizor yutib olgan muxlisimiz kimlar? Ya'ni televizorni o'z vaqtida tomosha qilib, kerakli bo'lgan ro'yxatdan o'tib, kerakli bo'lgan kodlarni o'z vaqtida taqdim etib borayotgan, ballarni ko'paytirib borishga harakat qilayotgan muxlislarimizdan birlarini bugun omadi kulib boqadi. Demak, ekranga e'tiborimizni qaratamiz. Marhamat, start beramiz. Demak, omadi kulgan ishtirokchimiz kim bo'ladi? 3 2 1 ketdik. Tasodifiy raqamlar generatori orqali qaysidir omadli bo'lgan Mening yurtim telekanalini muxlisini raqamlari kelib chiqadi. Demak, kod aniq bo'ldi. Demak, 95 kodi orqali 52 51 raqami egasi. Chin yurakdan tabriklaymiz. Hozir Rustambek, teletomoshabinlarimizda savol bo'lishi mumkin. Nima uchun boshidagi 3 ta raqamni ko'rsatmayapsiz? Bu shaxsga doir bo'lgan ma'lumotni saqlash sifatida biz ularni to'liq tarzda namoyish etmayapmiz, lekin tezkorlik bilan bizni xodimlarimiz hozir ularni ma'lumotlar bazasiga yuzlangan holda g'olibimiz haqida bizga to'liq ma'lumot berishadi. Aynan ushbu ma'lumotlarni har bir ishtirokchilarimiz botda, ya'ni o'yinda ishtirok etish shartlarini to'ldirayotgan paytlarda ma'lumotlarni kirgizishgan bo'ladi. Demak, to'liq ma'lumot bizga yetib keldi. 52 51 raqamining to'liq shaklini biz hozirgina qabul qildik. Bu esa o'sha sizga ma'lumotini bergan telefon raqamimiz. Aynan faqatgina mana shu telefon orqali sizga qo'ng'iroqni amalga oshiramiz va 52 51 raqami egasiga qo'ng'iroq qilishni boshladik. Qo'ng'iroq qilamiz. E'tibor qaratamiz. Raqamlarni esa yana bir bor eslatib o'tamiz. Faqatgina
Bitta yagona raqamdan biz qo'ng'iroq qilamiz. G'olibimizning ism shariflari ham bizga yetib keldi. Do'stmurodova Lazizaxon ekanlar, Jizzax shahri 2001-yilda tavallud topganlar va yomon emas 49 ball to'plagan ekanlar. O, boshlanishiga zo'r. Hali bu ketishda bo'lsa texnikalar to'plama deysizmi? 50 million so'm pul mukofoti deysizmi? Hammasi Sodil bo'ling deymiz. Lazizaxon biz bilan bog'landilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Lazizaxon bu. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Topingchi biz kim? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapmiz? Bilmadim. Bilmadingiz? Nahotki bilmadingiz? Nimalar qilyapsiz shu kunlarda? Aytingchi, 16:00 dan 18:00 gacha nimalar qilyapsiz? Kun tartibingizni ayting. Wi-Fi kanalimda o'yin o'ynayotgandim. Aha, 18:30 gacha My5 telekanalida ro'yxatdan o'tgan holda ballarni yig'ishga harakat qilyapsiz. Biz esa o'sha My5 telekanali boshlovchilari Kamina Ruslanbek va Bahodir bo'lamiz. Siz hozir uydamisiz? Uyda. Ha, obeddan keyin televizor ko'ryapman deb ertalab ko'rishni unutib qo'yibsizlar. Televizorga yaqinroq kelishingizni tavsiya qilaman. Omon-omon dasturi bo'lyapti va u yerda biz sizga to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda sim qoqyapmiz. Lazizaxon, televizorni qo'ysangiz ovozlari bilan chalg'ib ketishingiz mumkin. Shuning uchun keyinroq qo'yib bemalol tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Nima sovg'a yutdim deb o'ylayapsiz o'zingiz? Bilmadim. My5 Meni yurtim telekanalini doimo mazza qilib tomosha qilishingiz uchun biz sizga televizor sovg'a qilamiz. Tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Muborak bo'lsin Lazizaxon. Menda shunaqa his-tuyg'u bo'lyapti, xuddi sizni uyingizda bir 10 ta televizor bordagi, biz 11-sini sovg'a qilgandaymiz sizga. Xursandmisiz? Ikkita bor edi. A, uchinchisi bo'pti bo'lmasam. Rahmat. Ishtirokingiz uchun Lekin inobatga oling, bu televizor faqat My5 telekanalini ko'rsatadi. Hazil albatta. Wi-Fi yoqadimi? Rahmat, salomat bo'ling va jonli efirdan tashqari bizni xodimlarimiz sizga yana qo'ng'iroq qilishadi va sovg'ani qay tartibda qo'lga kiritishingiz sizga tushuntiriladi. Xo'p. Kelishdikmi? Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling azizlar, tabriklaymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bu ro'yxat ketma-ketligini siz ham davom ettirishingiz mumkin. Ya'ni navbatdagi omadli ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Uning uchun esa har kuni muntazam ravishda Mening yurtim telekanalini belgilangan vaqt oralig'ida tomosha qilgan holda kodlarni yuborishda davom eting. Aniqroq qilib aytamiz, 16:00 hamda 18:30 qadrli do'stlar. Demak, Promo Bank Bot Telegram sahifasi orqali 1 daqiqa mobaynida ushbu kodlarni tezgina ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak. Shunga ham alohida ahamiyat berasiz. Agar 1 daqiqadan kech qolsangiz, ushbu kodlar ro'yxatdan o'tilmaydi. Shunday ekan, faqatgina tezgina bu jarayonni amalga oshirishingiz sizdan talab etiladi. Raqamni yana bir marotaba eslatib o'tishni lozim topdim. 87 kodi bilan 779 89 89 raqamidan biz g'oliblarimizga qo'ng'iroq qilamiz. Boshqa raqamlar sizga qo'ng'iroq qilib, karta raqamlaringiz ma'lumotlarini so'rasa, pasport ma'lumotlaringizni so'rasa, hech kimga ishonmang. Agar quyidagi aytib o'tilgan raqamlardan sizga qo'ng'iroq bo'lsa, haqiqatan ham Mening yurtim telekanali omon-omon dasturi jonli efirdan sizga qo'ng'iroq qilib, televizorda ham siz bizni ko'rsangiz, demak, ishonishingiz mumkin. Ushbu yagona raqamdan biz sizga, ya'ni g'oliblarimizga qo'ng'iroq qilamiz. Hammaga omad, biz esa qizg'in suhbatimizda davom etamiz.